massajeri to'g'risida eng ko'p berilgan savollarga bugun javob berib o'tamiz. Birinchi savolimiz: massajeri quvvati qancha? Massajyorimiz 80 vattda ishlaydi. Sizlarga oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, bitta massajimiz, bitta seansi 100 so'mga ham bor edi sizlarga. Ikkinchi savolimiz: massaj seansi qancha davom etadi? Masajimiz 15 daqiqa davom etadi. Bu ayollar uchun eng optimal vaqt hisoblanadi. Uchinchi savolimiz: uni qayerda ishlatish mumkin? Buni 220 vattda ishlaydi dokimizda, обычный dokda. Kuchlari shu 110 dan 220 vattgacha bo'lsa yetarli hisoblanadi. Qurilma ranglari to'g'risida kelib o'tadigan bo'lsak, massajyorimiz 3 xil rangda bor. Ko'rib turganingizdek, seriyasi tilla rangi va qizil rangda mavjud. Ulardan xohlaganlarni zakaz qilsangiz bo'ladi. Massajyordan foydalanish xavfsizmi degan savol ham kelib tushgan ekan. Bundan foydalanish xavfsiz. Tok ham urmaydi, hech qanaqa ortiqcha ta'sirlari yo'q. Bemalol foydalanishga bo'ladi. Qurilmani ishlatish qiyin emasmi degan savol ham kelib tushibdi. Buni ishlatish juda oson. O'zining kitobchasi ham bor, rus tilida, bemalol bundan ham foydalanishga bo'ladi. Navodoga faqatgina 4 ta knopkamiz bor. Birinchisi o'chirib yoqish uchun ishlaydi. Uchta rejim. Uchta rejimni ham 3 xil skorostda ishlatsak bo'ladi. Kimga qanaqasi qulay bo'lsa, o'ziga moslashtirib olish mumkin. Yana bitta savolimiz tushibdi. Yetkazib berish xizmati bormi degan savol. Bu savolga bemalol shahar bo'ylab yetkazib berishimiz bepul hisoblanadi. Viloyatlarga ham chiqarib berish kerak desak, ularning ham iloji bor.